Ibn Haldunning kirish so'zi. Muallif o'z asarini hamd va salovatlar bilan boshlagandan so'ng quyidagilarni yozadi. Tarix xalqlar va irqlar orasida keng tarqalgan va rivojlangan fan hisoblanadi. U katta qiziqish bilan izlanadi. Uni o'rganish uchun yo'lga chiqiladi. Odatiy odamlar ham, g'ofil kishilar ham uni bilishga intilishadi. Davlat rahbarlari va amaldorlar esa uni egallashda bir-birlari bilan bellashadilar. Olimlar ham, johillar ham uni tushunishga qodirdirlar. Chunki tashqi ko'rinishda tarix faqat o'tmishdagi voqealar, siyosiy doiralar va o'tmishdagi hodisalar haqidagi ma'lumotlardan iboratdir. Tarix nafis tarzda taqdim etiladi va zarbul masallar bilan bezatiladi. U katta va gavjum yig'inlarga ko'ngilochar mazmun bag'ishlaydi va insonga xos ishlarni anglashga yordam beradi. U bizga qanday qilib o'zgaruvchan sharoitlarning inson ishlariga ta'sir ko'rsatganini, siyosiy doiralarning qanday qilib hududlari va hokimiyatning kengaytirganini, ma'lum hududlarni egallagach, vaqti kelgach o'z o'rnini qanday qilib bo'shatib ketganini va qanday zavolga yuz tutganini ko'rsatur. Boshqa tomondan, tarixning ichki ma'nosi mulohaza yuritish va haqiqatni bilishga urinishni o'z ichiga oladi. Mavjud narsalarni sabablari va kelib chiqishini nozik tahlil qilishni talab qiladi va voqealarni qanday va nima sababdan ro'y berganini chuqur o'rganishni taqozo qiladi. Shuning uchun tarix falsafa bilan chambarchas bog'liqdir. U uning bir sho'basi sifatida e'tirof etilishiga loyiqdir. Yetuk tarixchilar tarixiy voqealarni to'liq jamlab, ularni kitob shaklida yozib qoldirdilar. Ammo keyinchalik tarix bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'lmagan kishilar bu kitoblarga uydirma gap so'zlarni o'zlari to'qib chiqargan va bezatib ko'rsatgan asossiz shubhali xabarlarni kiritdilar. Ularning izdoshlaridan ko'plari ana shu yo'ldan yurib, bu ma'lumotlarni qanday eshitgan bo'lsalar, bizlarga shunday yetkazdilar. Ular voqealar va holatlarning sabablarini qidirmadilar yoki ularga e'tibor qilmadilar, hamda asossiz, ahmoqona hikoyalarni chetga surmadilar yoki rad etmadilar. Kunimizda haqiqatni bilish uchun ozgina harakat qilinmoqda. Tanqidiy nazarlar odatda yetarlicha o'tkir emas. Tarixiy ma'lumotlarda xato va asoslanmagan taxminlarni uchratish tanish holatlardir. An'analarga ko'r-ko'rona ishonish esa insonlarga meros qolgan xususiyatdir. Ilm-fan bilan uning haqiqiy talablariga rioya etmaganlarning shug'ullanishi keng tarqalgan. Jaholatning bunday yoyilishi esa insoniyat uchun halokatli va og'riqlidir. Hech kim haqiqat kuchini qarshisida tura olmaydi. Yolg'onning zarariga o'tkir nigoh bilan qarshi turish lozim bo'ladi. Rivoyat qiluvchi ma'lumotni aytib qo'yaveradi, biroq undagi yashirin haqiqatni ajratib olish uchun tanqidiy idrok zarur bo'ladi. Haqiqatni yuzaga chiqarish maqsadida tanqidiy fikrlash uchun uni ilm bilan sayqallash zarur bo'ladi. Tarixchilar tomonidan ko'plab tizimli tarixiy asarlar yaratilgan va dunyodagi xalqlar va siyosiy doiralar tarixi jamlanib yozib qoldirilgandir. Ammo tarixchilar orasida o'z asarlari bilan ajralib turgan va o'ziga xos darajada tanilgan, shuningdek o'z ishlari bilan o'zlaridan oldingilarning o'rnini bosa oladigan darajaga yetganlar barmoqlar bilan sanab chiqadigan darajada oz. Ibn Ishoq vafoti 767-68 yillar. Tabariy vafoti 923, Ibn Kalbi
vafoti 821, Muhammad ibn Umar Voqidiy, vafoti 823, Sayf ibn Umar Asadiy, vafoti 796-97 yillar, Mas'udiy, vafoti 956 yillar kabi mashhur tarixchilar umumiy tarixchilar safidan yorqin ajralib turuvchi shaxslar hisoblanadi. Yuqori malakali va ishonchli mutaxassislarga ma'lumki, Mas'udiy va Voqidiyning asarlari ma'lum jihatda shubhali va qabul qilib bo'lmas darajada e'tirozli hisoblanadi. Shunga qaramay, ulardagi ma'lumotlarni umum qabul qilinganligi va ularni taqdim etishdagi o'ziga xos usullar ularni asarlarini ajratib turadi. Farosatli tanqidchi ularni qaysi qismini soxta deb hisoblashni va qaysi qismini ishonchli deb qabul qilishni o'zi yaxshi biladi. Zero turli sivilizatsiyalar o'ziga xos jihatlarga ega bo'lib, ma'lumotlar va tarixiy asarlar ushbu jihatlarga solishtirilgan holda yo qabul qilinadi, yo rad etiladi. Ushbu mualliflarning tarixiy asarlari keng qamrovlidir. Chunki dastlabki ikki musulmon hukmron sulolalar, ya'ni Ummaviylar va Abbosiylar jahon miqyosidagi ulkan geografik hududda hukmronlik qilgan bo'lib, ushbu mualliflar foydalanishi mumkin bo'lgan manbalar tanlovi juda keng bo'lgan. Ulardan ayrimlari, masalan, Mas'udiy va boshqa tarixchilar islomdan oldingi siyosiy doiralar, xalqlar va boshqa umumiy masalalarning to'liq tarixini keltirib o'tganlar. Ammo keyingi tarixchilar orasida mavzularda cheklanishga moyillik paydo bo'ldi. Ular umumiy va keng qamrovli ma'lumotlarni keltirishdan ehtiyot bo'ldilar. Ular o'z davrlaridagi nodir voqealarni jamlab, o'z dunyosini ma'lum bir qismi haqida batafsil tarixiy ma'lumotlar berdilar. Ular o'z davridagi siyosiy doiralar va shaharlar tarixini keltirish bilan cheklandilar. Bunday yondashuv Ispaniya va Ispan ummaviylari tarixchisi Ibn Hayyon hamda Ifriqiya va Qayravon sulolasi tarixchisi Ibn Raqiq tomonidan amalga oshirilgan. Keyingi tarixchilar esa avvalgi an'analarga bog'lanib qolgandilar. Ular tabiatan va aqlan sust edilar yoki o'zlarini qasddan shunday nodon tutishardilar. Chunki o'zlaridan avvalgi tarixchilardan nusxa ko'chirib, ulardan o'z kitoblari uchun bichim olishdi va ularni yo'lini davom ettirishdi xolos. Ular sharoitlar, xalqlar va irqlarning urf-odatlarida vaqt o'tishi bilan sodir bo'lgan o'zgarishlarni e'tiborga olmadilar. Shu tariqa ular siyosiy doiralar va ilk davrlardagi voqealar haqidagi tarixiy ma'lumotlarni shunchaki mohiyatsiz shaklda qinsiz qilich kabi taqdim etdilar. Bunday bilimlar bilim emas, balki jaholat deb hisoblanishi kerak. Chunki ularning qaysi qismi soxta va qaysi qismi haqiqiy ekani noma'lumligicha qoldi. Ular voqealarning kelib chiqishi haqida tushuncha bermadilar. Shuningdek, ma'lumotlarni turlarga ajratib, ularni xususiy farqlarini tekshirmadilar. Balki tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilishga avlodlar osha sodir bo'ladigan o'zgarishlarning ahamiyatini e'tiborsiz qoldirdilar. Zotan uni sharhlay oladigan darajadagi inson ham yo'q edi. Shu sababli ularning asarlarida bunday o'zgarishlar tushuntirib berilmagan. Ular muayyan siyosiy doiralarning ta'rifini berishda tarixiy ma'lumotlarni to'tiqushdek qaytarishga, ularga xabar qanday yetib kelgan bo'lsa,
uni o'sha holatda saqlab qolishga ahamiyat berdilar. Uning haqiqat yoki to'qima ekanligiga qarab o'tirmadilar. Ular siyosiy doiraning vujudga kelishini tushuntirmadilar. Ular siyosiy doiralarga o'z bayroqlarini baland ko'tarib, o'z tamg'alarini namoyish qilishga imkon bergan narsalarni hamda vaqti kelib ularni to'xtatib qolgan omillarni tushuntirib bermadilar. Shuning uchun tarixni o'rganmoqchi bo'lgan kishi davlatlarni vujudga kelishidagi boshlanish sharoitlarini va turli siyosiy doiralar tomonidan qabul qilingan tashkiliy tamoyillarni o'zi qidirishiga to'g'ri keldi. U qaysi siyosiy doiralarning bir-biriga bosim o'tkazganini va nima sababdan birining o'rnini boshqasi egallaganini o'zi izlab topishi lozim bo'ldi. Shuningdek, u siyosiy doiralar o'rtasidagi ajralish yoki yaqinlashuvga olib kelgan omillarni ishonchli tarzda tushuntirib beruvchi jihatlarni qidirishi ham kerak bo'ldi. Bularning barchasi ushbu asarning muqaddima qismida yoritildi. Ularning ortidan juda qisqa yozishga harakat qilgan tarixchilar ham chiqdilar. Ular qisqartirishda shunchalar haddan oshdilarki, faqat hukmdorlarning ismlarini yozish bilan cheklanib, na ularning nasl nasablari va na tarixiy ma'lumotlarni keltirmadilar. Faqatgina ularning hukmronlik yillarining muddatlarini raqamlarda ko'rsatish bilan kifoyalandilar. Bu usulni Ibn Rashiq Mizon-ul Amal asarida qo'lladi. Uning ortidan boshqa tarixchilar ergashdi. Ular keltirgan narsalarga ishonish to'g'ri emas. Ular ishonchli hisoblanmaydilar va ularning ma'lumotlari boshqalarga yetkazishga loyiq ham emas. Chunki ular foydali ma'lumotlarni yo'qotilishga hamda tarixchilar tomonidan qabul qilingan va amaliy deb tan olingan usullar va an'analarga zarar yetishiga sababchi bo'ldilar. Men boshqalarning asarlarini o'qib chiqib, kecha va bugunning sirlariga chuqur kirib borganimda, o'zimdagi iste'dodni dangasalik va g'aflat uyqusidan uyg'otdim. Yozuvchi sifatida katta mahoratga ega bo'lmasam-da, o'z adabiy salohiyatimni boricha namoyon etdim va shu tariqa tarix haqida kitob yozdim. Men bu kitob orqali avlodlar osha paydo bo'lgan sharoitlar haqidagi bilimlarni yopib turgan pardani ko'tardim. Unda tarixiy haqiqatlar va mulohazalarga bag'ishlangan bo'limlarni tartibli ravishda saraladim. Shu asarda men siyosiy doiralar va sivilizatsiyalar qanday va nima sababdan paydo bo'lganini ko'rsatdim. Asarni asosini hozirda Mag'rib aholisini tashkil qiluvchi ikki irq, arablar va barbarlar tarixi tashkil qiladi. Ular bu mintaqani turli hududlari va shaharlarida istiqomat qiladilar. Unda ularni siyosiy doiralari ham uzoq davom etgan, ham qisqa muddat hokimiyatda bo'lgan hukmdorlari hamda o'tmishdagi tarafdorlari haqidagi ma'lumotlar berilgan. Bu ikki irq Mag'ribda shu qadar uzoq vaqt istiqomat qilganki, ularni bir zamonlar o'zga yerlarda yashaganini tasavvur qilish mushkul. Shuningdek, bu hududning aholisi boshqa insoniy irqlarni deyarli tasavvur qilisholmaydi. Men ushbu asarni mazmunini sinchkovlik bilan tartiblab chiqdim va uni olimlar va xos kishilar fahmiga havola etdim. Men bunda kitobni boblarga bo'lishda noodatiy tartib va usulga amal qildim. Turli imkoniyatlar ichidan juda ajoyib va o'ziga xos usulni tanladim. Ushbu asarda men sivilizatsiya
madaniylashuv va insoniy jamiyatlarni asosiy xususiyatlari haqida fikr yuritdim. Bu usul orqali o'quvchiga tarixiy voqelik qanday ekani va nima uchun shunday holga kelganini tushuntiriladi. Shuningdek, davlat tashkil etgan jamoalar tarix sahnasiga qanday kelgani ko'rsatiladi. Natijada o'quvchi ma'lumotlarga ko'r-ko'rona ishonishdan xalos bo'ladi. Tarixiy bosqichlar va xalqlarning holati haqida tushunchaga ega bo'lib, o'zidan keyin sodir bo'ladigan voqealardan ogoh bo'ladi. Men asarni muqaddima va yana 3 ta kitobga bo'ldim. Muqaddima qismida tarixchilikning ulkan ahamiyati bayon qilinadi. Uning turli usullari haqida tushuncha beriladi va tarixchilarning xatolari ko'rsatiladi. Birinchi kitobda sivilizatsiya va uning asosiy xususiyatlari, ya'ni hokimiyat, davlat boshqaruvi, kasb-hunar, hayot kechirish usullari, ishlab chiqarish, ilm-fan hamda ularning sabablari va asoslari haqida so'z boradi. Ikkinchi kitob arablarning tarixi, irqlari va sulolalari bilan bog'liqdir. Bu yaratilishning boshlanishidan to shu davrgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bunda arablar bilan bir vaqtda mavjud bo'lgan mashhur xalqlar va sulolalar, masalan, Nabatiylar, Suriyaliklar, Forslar, Yahudiylar, Qibtiylar, Yunonlar, Vizantiyaliklar va turklar haqida ma'lumotlar keltiriladi. Uchinchi kitobda barbarlar va ularning bir qismi bo'lgan Zanata xalqlarining tarixi, ularning kelib chiqishi va irqlari, ayniqsa Mag'ribdagi siyosiy doiralar va xonadonlar haqida ma'lumot beriladi. Keyinchalik men nurli ilmlarni izlash, Ka'bani tavof qilish va Madinani ziyorat qilish kabi amallarni ado etish, shuningdek tarixga oid tizimli asarlarni o'rganish uchun Sharqqa safar qilgandim. Natijada men asarimdagi o'sha yerlarni arab bo'lmagan fors hukmdorlari va ular boshqargan hududlardagi turkiy siyosiy doiralar bilan bog'liqlik, tarixiy ma'lumotlar bo'shliqlarini to'ldirish imkoniga ega bo'ldim. Men bu ma'lumotlarni ushbu asarda yozganlarimga qo'shdim. Ular turli mintaqalar, xalqlari, turli shaharlar va mintaqalar hukmdorlari haqidagi ma'lumotlarni to'ldirdi. Bu mavzuni yoritishda men qisqalik va aniqlikka amal qildim, hamda qiyin maqsad o'rniga oson maqsadni afzal ko'rdim. Men nasl-nasab jadvallaridan boshlab, ortidan batafsil tarixiy ma'lumotlarga keltirish yo'lini tanladim. Shunday qilib, bu asar dunyo tarixini mukammal bayonini o'z ichiga oladi. U adashgan va o'jar hikmatni o'z yo'liga qaytarishga majbur qiladi. U turli siyosiy doiralarda sodir bo'lgan voqealarning sabablari va omillarini ochib beradi. Bu asar falsafa uchun bir javhar, tarixiy bilim uchun bir xazina bo'ladi. Asarda arablar va barbarlar tarixi, ularning ichidagi ko'chmanchi va o'troq jamoalar haqidagi ma'lumotlar o'rin olgan. Shuningdek, ular bilan bir vaqtda mavjud bo'lgan buyuk siyosiy doiralarga oid ma'lumotlar keltirilgan. Unda avvalgi davrlar va keyingi zamonlar tarixidan chiqariladigan ibratlar ham aniq bayon qilingan. Shuning uchun men bu asarni Ibratlar kitobi, arab bo'lmaganlar va barbarlar bilan bog'liq ilk va so'nggi siyosiy voqealar tarixi qaydnomasi, ular bilan zamondosh bo'lgan buyuk hukmdorlar haqidagi kitob deb nomladim.
Men irqlar va siyosiy doiralarning kelib chiqishi, ilk zamonlarda xalqlarning vujudiga kelishi, so'ngra o'tgan davr ichida ular va diniy jamoalar ichidagi o'zgarishlar va evrilishlarning sabablaridan biror narsa qoldirib ketmadim. Shuningdek, siyosiy doiralar va diniy jamoalar, shaharlar va qishloqlar, kuch-qudrat va zaiflik, ko'pchilik va ozchilik, ilm-fan va hunarmandchilik, foydalar va zararlar, umumiy sharoitlarning o'zgarishi, ko'chmanchi va o'troq hayot tarzi, voqelik va kelajakda sodir bo'lishi kutilayotgan hodisalar, sivilizatsiyada sodir bo'lishi mumkin bo'lgan barcha narsalarni qamrab oldim. Men barcha masalalarni mukammal va to'liq bayon qildim hamda ularni mavjudligiga oid dalillar va sabablarni tushuntirib berdim. Natijada ushbu kitob noodatiy bilimlar va tanish bo'lsa-da, ko'zdan yashirin bo'lgan hikmatlarni o'z ichiga olgan noyob asarga aylandi. Ammo shundan keyin ham men o'tmish va hozirgi zamon olimlarining ishlariga nazar tashlar ekanman, o'z asarimdagi kamchiliklarni his qilaman. Bu murakkab mavzuga chuqur kirib borishga ojizligimni tan olaman. Men ilmiy salohiyat va teran bilimga ega bo'lgan insonlar bu kitobga befarqlik bilan emas, balki tanqidiy nigoh bilan nazar tashlashlarini va undagi uchratilgan xatolarni tuzatib ketishlarini istardim. Chunki har bir olimning ilmiy boyligi cheklangandir. Kamchiliklarni tan olish tanqiddan qutqaradi. Ilmiy hamkasblardan shafqat va yaxshi munosabat umid qilinadi. Amallarimiz qabul bo'lishini yolvorib so'rayman. Men bu ilmning muammolarini hal qilib, teran nigohga ega insonlar uchun ilm mash'alasini yoqib, tarix ilmi yulduzini porlatgach, shuningdek, boshqa ilmlar ichra tarixning o'ziga xos yo'li va yondashuvini belgilab, insonlar fazosida uning doirasini kengaytirib, uning ustunlarini o'rnatgach, asarning bir nusxasini mamlakatlar fotihi va yetakchimiz bo'lgan sultonimizning kutubxonasiga hadya qildim. U kishi dunyodan yuz o'girgandan buyon itoatkor va zohid kishilar xulqi ila bardavom ziynatlandilar. Ulug' sha'an va maqtovli fazilatlar, eng yaxshi xulq va odoblar, qizlar bo'yniga taqadigan marjonlardan ham go'zalroq fazilatlar bilan bezandilar. U kishi kuchli azmu qaror va ulug'vorlik sohibidir. Mustahkam poydevorga ega davlatning sharafi balanddir. Uning yuksakligi va maqomi azizdir. U turli ilm va foydali narsalarni o'z shaxsida jamlagandir. U tarqoq va qo'lga kiritilishi qiyin bo'lgan ilmlarni tartibga solgan. O'tkir va nozik fikri bilan insonni aql-idrok sharafini ko'rsatishda samoviy belgining namoyishi bo'lgan. Ne'matining bulog'i shirin, lutfi pistirmada turgan askardek mashaqqat payti hozir bo'lur. Uning rahmi kalitlari ulug'vordir. U rahmati bilan buzilgan zamonni keng ko'lamda isloh qildi. Buzilgan holat va odatlarni tuzatdi va halokatli ofatlarni yo'q qildi. Zamonga yoshlik davri ravnaqini qaytardi. Uning dalil va hujjatlari kuchli bo'lib, ularni o'jar kishilarning inkorlari, injiq va ters odamlarning shubhalari yo'qqa chiqara olmaydi. U zot Abu Foris Abdulazizdir. U ulug' sulton mashhur Abu Solimning o'g'lidir. U kishi esa ulug' sulton Amir Abul Hasan ibn Sa'da o'g'lidir. Sulton Sa'da esa Maryaniylarning eng buyuk hukmdorlaridan bo'lgan.
Bu sulola bizga yangi qon kirgizdi va hidoyat yo'lidan yurdi. Isyonkorlarning izlarini yo'q qildilar. Millatimiz sultonimizning soyasi bilan soyalansin. Haq yo'lidagi nusratida u barcha orzulariga yetsin. Men asarimning bir nusxasini sultonning bosh shahri va davlatning markazi bo'lgan Fas shahridagi talabalarga vaqf etilgan Qoraviyn masjidi kutubxonasiga yubordim. Bu shahar hidoyatning qarorgohi, bilim va ilmning gulbog'i, farovonlik va saxovat diyori, samoviy sirlarning keng fazosidir. Muhtaram sultonning yuksak fazilati va sharafi ayon bo'lib, ular ta'rifga muhtoj ham emas. Agar sulton bu asarga e'tibor qaratib, uni yaxshi qabul qilsa, bu asarning ahamiyatiga bir dalil va guvohlik bo'ladi. Yetakchimizning nazdida eng muhim narsa kitob va ilm. Shuning uchun ham ilm-fan va adabiyot ahli karvon bo'lib yetakchining huzuriga kelishadi. Sultonning o'tkir basirati va diqqat e'tibori tufayli yangidan yangi iste'dodlar va aql egalari kashf qilinadi. Bizni u zotning yaxshiliklariga shukr qilishga muvaffaq qilsin. Uning rahmat va ehsonidan ulushlarimizni ko'paytirsin. Uning xizmatlarining haqqini ado etish nasib etsin. Uning maydonidagi musobaqalarda birinchilikka erishtirsin. Bizni unga yaqin kishilardan aylasin. Uning boshqaruvidagi o'lkalarda yashayotganlarni va uning yurtidan panoh topganlarni farovonlikda yashatsin.